Teshikni katta teshib qo'ydingiz. Mana bu ankeringiz o'ynab qoldi ichida. Buni yechimi oson. Yana qayta teshib yurishingiz shart emas yoki bo'lmasa taxta bilan harakat qilishingiz ham shart emas. Mana yechim. Pistoletning ideal varianti. Ankeringizni olasiz, mana shu teshikni katta teshikka teshigingizni to'ldirasiz. Akkuratni qilib va anker o'zini tiqib qo'ysangiz bo'ldi. Hop, bo'ldi. Bu joy o'pirilib tushadi, lekin kley qo'yib yormaydi. Ya'ni xohlasangiz buni tros bilan torting, xohlasangiz traktor bilan torting. Mana shu joy yorilib ko'chib ketishi mumkin, lekin bu kley ko'chib ketmaydi. Armaturani qayrish deyarli imkoni yo'q, lekin bizani ankerlar bu armaturani ko'rdim demasligi kerak. Mana bemalol qayrib bunga osilsangiz ham bo'ladi. Mana qanaqa osilsa bo'lar ekan bu yerga? Mana mashinaga o'tir, haqiqiy kleyning kuchini ko'rsataman. Ketdik. 3 tonnalik mashina neytralda turibdi, tortib ko'ramiz. Uzilsa shu to'silish kerak. O'tir, qo'shilsani ham tortaman. Mana u kleyni kuchi. Teshikni ham to'ldirib qo'yaylik. U narsa kirmasin. Hech kim arma. Bu kovayni ko'ramiz. Nima bo'lgan bunga? Qotib qolgan, toshdek bo'lib qolgan. Mana bu kuch bilan bet tursam o'pirilib ketyapti. Mana bu lekin ko'ryaptimi, yo'qmi? Boshqacha qotgan. Tosh o'zi buni qayirib bo'lmaydi. Eng qizig'i qayta teshishingiz ham shart emas. O'tga pona urishingiz ham shart emas. Mana sizga C900 Akfix ideal darajada toshdek qotadigan kleyimiz sotuvda bor.